اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Assalomu alaykum. Azizlar, Iso alayhisalomni qanday payg'ambar ekanligi, qanday zot ekanligi tarixdan bizga qisman bo'lsa ham ma'lum. Qanday sinovlar boshidan o'tgan, qanday dunyoga kelgan, u zotni kim dunyoga keltirgan, go'daklik chog'idan xalqqa o'zini qanday tanitgan, qanday sinovlar boshidan o'tdi va qismati nima bilan yakunlandi bizga qisman ma'lum. Iso alayhisalomni ana shu vaqtdagi johil qavmi tabiiy holatda bu payg'ambarni qabul qilmadi. Rad etdi da'vatlarini, yakka Allohni tanishtirishligini, yakka Allohga da'vat qilishligini, islomga chaqirishligini, Allohning huzuridan nozil qilingan ilohiy kitob Injilga da'vat qilishliklarini bu qavm qabul qilmadi, rad etdi. Tabiiy holatda boshqa payg'ambarlar qatori Iso alayhisalomni taqdirini ham o'z yurtidan haydalishlik qismati chetlab o'tmadi. Darbadarlik bilan boshqa yurtlarni kezib yurar ekan, bu da'vatni, ilohiy da'vatni kim qabul qilar ekan deb bir qavmni oldidan o'tdi. O'zini tanitdi Iso alayhisalom. Bu xalqqa, bu qavmga Allohning huzuridan bo'lgan ilohiy kitobni tanishtirdi. Ya'ni Injilni. O'zini haq payg'ambar ekanligini aytdi. Yakka yagona Allohga ibodat qilish kerak ekanligini bu xalqqa uqtirdi. Bu qavm diqqat bilan Iso alayhisalomni eshitdi va haqiqatda ilohiy so'zlar ekanligini tasdiqlagan holatda ana shu joyda iymon keltirishdi. Iso alayhisalom mana shu joyda kim menga yordamchi bo'la oladi deganda, mana shu xalq, Iso alayhisalom bir og'iz gap bilan tasdiqlagan xalq, biz senga yordamchi bo'lamiz dedi. Va bir ovozdan biz musulmon bo'lganligimizga ey Iso o'zing guvoh bo'l dedi. Mana shu joyda siz bilan biz o'rganmoqchi bo'lgan bugungi duoyimizni ana shu qavm bir ovozdan aytishdi. Robbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Ey Robbimiz, sen bizlarga nozil qilgan ilohiy kitobga ishondik, iymon keltirdik va bizga yuborgan haq payg'ambaringga, rasulingga ergashdik va bizni o'zingni yakka iloh ekanligingni, yakka yagona ekanligingga va yuborgan payg'ambaringni haq payg'ambar ekanligiga guvohlik beruvchilar bilan birga yozgin. Ana shunday deb guvohlik beruvchilarni qatorida qilgin deb duo qilishdi. Bu oyatni tafsir qilgan ulamolarimiz faktubna ma'ash-shahidin, shahidin degan joydagi guvohlik beruvchilarni oxirgi zamonning payg'ambari Muhammad alayhisalom va u zotning ummatlari deb tafsir qilishadi. Chunki Muhammad alayhisolatu vassalam butun payg'ambar, anbiyo va rasullarning so'nggisidir. Butun anbiyo va rasullarning ustidan guvohlik beruvchi zotdir. U zotga nozil qilingan ilohiy Qur'oni Karim ham kitoblarning so'nggisi bo'lib, barcha ilohiy kitoblarni, barcha payg'ambarlarni qissalarini, taqdirlarini o'ziga mujassam etgan ilohiy kitobdir. Va u zotning Muhammad alayhisalomning ummati ham so'nggi ummat bo'lib, butun insoniyatga yuborilgan payg'ambarlar, butun insoniyatni ichida iymon keltirganlarni ustidan guvohlik beruvchi ummatdir. Iso alayhisalomga ergashgan qavm ham mana shu ummatlarni qatorida qilgan biz ham deb Alloh taolaga duo iltijo qilishdi. Qur'oni Karimda bu qavmni havoriylar deb atadi Alloh taolo. Havoriylar degani yordamchilar degani. Iso alayhisalomga mana shu yo'lda yordamchi bo'lganlarni Alloh taolo mana shunday deb atadi. Biz ham so'nggi payg'ambar Muhammad alayhisolatu vassalam va u zotning so'nggi ummatining bir vakili qatori Alloh taolodan duo iltijo qilib so'ranamizki, Alloh taolo bizlarni ham o'zining ilohiy kitoblarini tasdiqlovchi, so'nggi nozil qilgan Qur'oni Karimiga iymon keltiruvchi va Muhammad alayhisalom va shu qatori boshqa payg'ambarlarni ham haq payg'ambar deb va Alloh taoloni o'zini yakkai yagona sherigi bo'lmagan haqiqiy iloh deb guvohlik beruvchilarni qatorida yozishligini Alloh taolodan so'ranamiz. Robbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Assalomu alaykum. حكيم شكور قدوس صبور